Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun 12-oktyabr 25-yil. Aqlli katyollarimiz 50 kW Namangan viloyat Pop tumaniga chiqaryapmiz hozir. Mana hujjatlari hamma yo'q tayyor. Xudo xolasa 1 soatda chiqarib yuboramiz. Xo'p, bunda nimalar bor? Bunda mana ko'rib turganlaringdek komplektatsiyasida to'liq miyasi yig'ilgan. Bunda gradus ko'rsatiladi. Bu vaqtini belgilaydi. Mana ko'rib turganlaringdek Xitoydan chaqirtirgan zavodskoy motorimiz bor. Xo'p, mana ko'rib turganlaringdek Shinekni boshqaradigan motor reduktorimiz bu Xitoydan chaqirilgan zavodskoy. Bu agar tiqilib qoladigan bo'lsa, o'zi avtomatik orqaga qaytadi va oldiga yana ishlaydi. Bu degani bunga hech qanaqa qo'l mehnati kerak emas, ya'ni o'zini o'zi boshqaradi, o'zini o'zi to'g'rilaydi. Xo'p, ko'rib turibsizlar, katyolimiz to'rlik listdan bo'lgan qalinligi. Sizlarga beminnat xizmat qiladi. Bularga xo'p, katyolimizga 3 yil, miya qismiga 1 yilga garantiya beramiz. Respublika bo'yicha dastavkamiz bor. Agar chet davlatdan, ya'ni qo'shni respublikalardan agar mijozlarimiz bo'lsa, chegaragacha olib o'tib beriladi. Bu nimasi usta aka? Bu agar dudbo'ronda baribir shlaklar yig'iladi, pastga tushadi. Tushgandan keyin mana tomon ochiladi. Mana hozir ochib ko'rsatib beraman. Mana tepadagi dudbo'rondagi shlaklarni tozalash uchun mo'ljallangan. Endi doim yopib turadi. Agar qachondir to'lib qolsa, oddiy pechkani turbasi ham to'ladi-ku, o'shanday agar bu ham to'lib qolsa, shunaqa tozalasa bo'ladi. Bizda ko'mir bakimiz bu 200 kg ko'mirni oladi ichiga. Endi havoni haroratiga, uyda utiblit holatiga qarab 3 kundan 5 kungacha bemalol yetadi bitta zapravkada.